Bugun men bilan Koreyada trend bo'layotgan rayonlardan bittasiga boramiz. Bu rayonda har xil restoranlar va desert uchun kafelar joylashgan bo'ladi va bunaqa rayonlar Koreyada juda ham mashhur. Shuning uchun bugun men ham o'rtog'im bilan birga borishga qaror qildik. Koreyani havosi esa faqatgina xursand qilyapti. Va nihoyat bizga ham iliq kunlar kelgani uchun shunaqa boshqa kunlarga qaraganda yengilroq kiyinib olaman. Havo yaxshilanganidan esa hamma piknikka chiqqan va men ham yetib keldim. Birinchi bo'lib yaxshi restoran qidirdik. Havo yaxshi bo'lgani uchun terrasasi bor restoranga borishga qaror qildik va bugungi menyu shunaqa burgerlar. Bu burgerlarni boshqa burgerlardan farqi, bular faqatgina svejiy narsalardan tayyorlanadi ekan. Reaksiyamdan esa menga yoqqanini ko'rsanglar bo'ladi. Ovqatlanib bo'lganimizdan keyin esa kafega bormoqchi bo'ldik. Kafelar juda ham ko'p bo'lishiga qaramasdan, hech qanaqa kafeda joy yo'q edi. Bu kafega kirmoqchi bo'lganimizda esa ochirishimiz 176 edi. O'shaning uchun kutmaslikka qaror qildik va rasmga tushib boshqa kafeni zo'rg'a topdik. Mashhur rayon bo'lgani uchun bu kafelar juda ham chiroyli va yeguliklari ham juda ham shirin edi. Bu kafe esa desertlari bilan juda ham mashhur ekan. Hozir bizda klubnika sezoni bo'lgani uchun shunaqa qulupneli tort oldik. Keyin esa ko'rishmaganimizga ancha bo'lgani uchun rosa maza qilib gaplashibmiz. Bu o'rtog'im bilan men Koreyaga endi kelganimda tanishganman. Universitetda o'qiganmiz, lekin hozir bitirib ketgan. Koreyaga endi kelganimda ko'p narsalarni bilmaganman va bu qiz koreyanka bo'lganligi uchun menga juda ham ko'p yordam bergan. Uydan chiqsa уже ancha kech bo'lib qopti, o'shaning uchun uyga qaytdik. Bu joy esa Yongsan-yok. Agar Koreyada yashasanglar yoki Koreyaga keladigan bo'lsanglar, обязательно kelib ko'ringlar. Koreyadagi hayotim qiziq bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar. Bye.